بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 235 bab du'a'il aidi lil marid bishfa. Ko'rgani bo'lgan odam kasalga shifo tilab duo qilishi haqida. 520-hadis. Bu hadisni Humayd ibn Abdurrahman ga Bani Sa'ddan 3 kishi rivoyat qilib bergan ekan. Ularning hammasi otasidan rivoyat qilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dakhala ala Sa'd ya'uduhu bi Makkah fabaka فقال ما يبكيك قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد قال اللهم اشف سعدا 3 قال لي مال كثير يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال بالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Makka mukarramada kasal bo'lib qoldilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalom u kishini ko'rgani boribdilar. Sa'd radhiyallohu anhu Rasulullohni ko'rib yig'lay yig'labdi. Shunda Rasul akram seni nima yig'latyapti? Nimaga yig'layapsan deb so'rabdilar. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu men o'zim hijrat qilib ketgan yerimda o'lib qolishdan qo'rqyapman. Ya'ni o'zi asli makkalik bo'lgan Sa'd radhiyallohu anhu keyin hijrat farz bo'lganda Makkani tashlab Madina Munavvaraga hijrat qilib ketgan. Endi umraga, hajga yoki fath kuni kelib kasal bo'lib qoldi. O'lib qolsa hijrat joyida emas, o'zini uyida o'lganday bo'lyapti. Hijratim nima bo'ladi degan qayg'u bor bu yerda. Ana o'shini uchun yig'layotgan ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilib aytdilarki, Allohumma ishfi Sa'da. Ey Parvardigoro, Sa'dga shifo bergin deb 3 marta duo qildilar. Mana shu nuqta demak nima? Bizning bobimizga to'g'ri keladigan. Kasalni ko'rgan kishi kasalga shifo so'rab duo qilsin degan ma'no. Keyin Sa'd radhiyallohu anhu aytdilar, meni juda ko'p molim bor. Lekin bitta qizim merosxo'r xolos. Bittagina qizim meros oladi. Xo'p, molimni hammasini sadaqa qilishga vasiyat qilsammikin dedi. Rasululloh yo'q dedilar. 3dan 2sini qilsichi? Yo'q dedilar. Yarminichi? Yo'q dedilar. 3dan 236-bob fazl iyadatil marid. Kasalni borib ko'rishni fazli haqida 521-hadis Abi Asma degan zotdan rivoyat qilinar ekan. Aytadilarki, man da'a akhahu kana fi ghurfa bazakada ghurfatil jannati qultu li Abi Qilaba ma ghurfatil janna qala janaha qultu li Abi Qilaba amman haddathahu Abu Asma qala an Thawbana an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Xo'p, Abi Asmodan rivoyat qilinyapti ekan, u kishi aytayaptilarki, kim birodari uchun duo qilsa, jannatning xurfasida bo'ladi. Xurfa nima degani deb so'rasa Abi Qilabadan, shu hadisni rivoyat qilgan kishidan so'rasa aytdiki, u o'sha jannatning mevalari. Yana so'rabdi, bu hadisni kim Abu Asma kimdan eshitgan desa, Savbandan eshitgan. Savban Rasulullohdan eshitgan deb, demak hadis Rasulullohdan chiqqanligini isbot qilib bergan ekan. Mana shu yerda demak
duoga muhtoj kishilarni eng avvalgi saflarida kasallar turadi. Shu borib o'sha yerda duo qilish katta bir fazilatli ish ekanligini isboti bu.